Assalomu alaykum aziz do'stlar, biz Qo'qon bozoriga kelganmiz. Bu yerda ajoyib choy do'konini topib oldik. Nigor opa do'konlarida ekan. Juda did bilan qaraganlar do'konga. Bu yerda o'ta noyob Xitoy choylarini topsa bo'ladi. Biz mana batafsil ko'rsataman do'konni qara. Atmosfera Xitoy do'konlarining o'zi. Fonuslarni ham bilib qo'yibdilar. Arabiyada O'zbekistondan chiqadigan jamiki choylarni topsa bo'ladi. Hamma firmaning choylari bor. O'zimizga bog'lanki Ahmad bor. Hozir men sizlarga puyer choylarni ko'rsataman. Mana shu puyer choy assortimenti juda topish qiyin. Ko'p do'konlar bir xilini olib keladi. Mana qara. Xitoyda ham mashhur bo'lgan puyer choylar. Buni qishda ichiladi. Mana chayning seremoniyasida ishlangan gayvan chaynalar hammasi bor ekan. Mana. Mana katta qadoqlangani ham bor, liposhka. Buni maydalab sindirib ichadi. Ichib yurganlar biladi yaxshi. Bu opamiz juda did bilan qilgan ekanlar do'konni. Barcha choylar bor. Turetskiy